78 sura Naba. Mekkede nazil bolgan 40 ayet. Nihayet şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. Müşriklar özara neme toğruluq soruşudu. Ular çoğ bir xabar, yani qiyomat toğruluq soruşudu. Ular şu, yani qiyomat toğrısida ixtilaf qilishquchilardir. Hergiz undaq emas. Qiyomat ularning o'ylaganidek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hergiz undaq emas. Ular beshiga kelgan azobni kelgusida biladi. Zaminning ustida muqimlashishinglar va keng tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun zaminni besot qilmadikmi? Zaminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Sizlarni ayol qilib yaratdik. Uyquni sizlarning badaninglar uchun rohat qildik. Kechini libos qildik. Kunduzni sizlar tirikchilik qiladigan vaqt qildik. Üstünglarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Sizlar uchun yenib turgan chirog'ni, ya'ni quyoshni yaratdik. Ashliqlarni, o't-cho'plarni, daraxtlarni, qo'yiq bog'chalarni o'stirish uchun bulutlardan mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Qiyomat kuni haqiqatan mukofotlash va jazolash vaqtidir. O kuni sur chelinadi. Sizlar top-top bo'lib kelasizlar. Osmon ochilib nurg'un eshiklar paydo bo'ladi. Tog'lar harakatlantirilib sarabdek bo'lib qoladi. Ya'ni tog'lar to'zib, yiroqdan qarag'uchiga suvdek tuyuladi. Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turadi. Jahannam shubhisizki gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular jahannamning haroratini yeniklatilgan biror so'rinlikka va tashnoligini qondiradigan biror ichimlikka erisha olmaydi. Ularning erishdig'ini faqat yuqori haroratli qaynoq suv va yiringdan iborat bo'ladi. Bu ularga beriladigan muvofiq jazodir. Chunki ular qilmishlaridan hisob elinishdan qo'rqmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Har narsani to'liq xotirlab qo'ygan edik. Ularga aytamizki, tetinglar. Sizlarga faqat azobnila ziyoda qilamiz. Shubhisizki taqvodorlar ne'matga erishadi. O ne'mat bog'lar, üzümlərdir. Tang tush qizlardir. Sharab bilan to'ldirilgan jamlardir. Ular jannatda yolg'on so'z, behuda so'z anglamaydi. Ana shular Parvardigoringning bergan mukofoti, yetarlik atosidir. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Nihoyat shafqatlidir. O kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'la olmaydi. Jibril va farishtalar sap bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda, ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. Ana shu cho'qim bo'ladigan kundir. Kimki iymon bilan, yaxshi amal bilan Parvardigori qaytadigan yo'lni tutishni xolasa, tutsin. Biz sizlarni haqiqatan yuz berishi yaqin azobdan, ya'ni oxirat azobidan ogohlantirdik. O kunda kishi ilgari qilgan amallarini ko'radi. Kafir, kashki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chu, deydi.